Tavallud ayyom uchun tabriklar loyihasi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'rabek aka bilan bog'landikmi? Ha, xuddi o'zi. Ahvolingiz yaxshimi? Sog'-salomat yuribsizmi? Rahmat. Salomat bo'ling hamisha. Ayni damda sizni tavallud ayyom uchun tabriklar loyihasi ijodkorlari bezovta qilyapmiz. Avvalambor bugungi qutlug' kun, shukronali ayyomingiz bilan sizni chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Shunday go'zal shodiyonali kunda sizni tabriklashni niyat qilib, bizning loyihamizga o'zlarining go'zal dilnomalarini yo'llagan yaqinlaringiz borlar. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu dilnomani aynan qaysi bir yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim kim yo'llaganmi. Xo'p. Ayolim qurbon. Birozgina adashdingiz. Albatta sizni jondan aziz ko'ruvchi yaqinlaringiz, mehribonlaringiz juda ham ko'p. Shular orasida sizni o'zgacha ravishda xursand qilishni niyat qilgan insonlar ukalaringiz Ulug'bek aka hamda Yorbek aka bo'ladilar. Rahmat. Ularga yana qo'shimcha ravishda singlingiz Nargizaxon, Matlubaxonlar, nabiralaringiz To'lqinbek, Humoyunjon, Gulshan, Parizoda, Odinabonu, mehribonlar hammalari sizni chin dildan tabriklab qolishgan. Rahmat. Salomat bo'ling. Agar ijozat bersangiz, qimmatli vaqtingizni birozgina olsak-da, siz uchun bitilgan go'zal dilnomani o'qib eshittirsak sizga. Rahmat. Mayli. Tashakkur. Bir yurak ostida yaralganimsiz. Yiqilsam tog' bo'lib suyanganimsiz. 5 kunlik dunyoda o'zidan ko'proq men uchun omadlar tilaganimsiz. Har yerda yelkangiz suyanchim bo'ldi. Akam deb so'zlasam yuragim to'ldi. Bolalik chog'imdan, yoshlik chog'imdan men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Assalomu alaykum. Hamisha bizlarni himoya qilgan qalqonimiz, qadrdon akajonimiz. Doimo bizlarni jigarlarim deb so'zlagan akam. Har kuningiz hadya etilgan onlaringiz nurli bo'lsin. Jondan aziz insonim. Sizni bugungi unutilmas kuningiz, shukronali ayyomingiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Ilohim, baxtimizga hamisha omon bo'ling. Qalban yaqin insonim, qadrdonimiz, oilaviy baxt, bitmas tuganmas omad va xayrli amallarga sohib bo'ling. Dunyoning barcha yaxshiliklarini, ezguliklarini sizga tilaymiz. Har kuningiz ajr va savoblarga boy bo'lsin. Qo'llaridan kelgan yordamni barchaga ulashguvchi jonkuyar akajonimiz, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Allohimga behisob hamdlar aytamiz sizdek inson bilan jigar qilib yaratgani uchun. Menga armonlarning tishi o'tmaydi. Alamning qahraton qishi o'tmaydi. Ko'nglimga g'amlarning nishi o'tmaydi. Qalqonim, suyanchim akam bor mening. Xatoyim ko'paysa ko'rsatib yo'llar, doimo men tomon u meni qo'llar. Bog'larimni bosmaydi cho'llar. Qalqonim, suyanchim akam bor mening deya ajoyib bo'lgan dilnomalarini yakunlaganlar mehribonlaringiz. Rahmat. Borlarga shukr. Albatta. Doimo mana shunda yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozda bo'lib, hamisha sevilib yuring. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, rahmat sizga ham. Olovlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan akam mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda
ushlagan akam. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam. Qadri baland, mehribon akam. İshonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'g'it berguvchi. Akalikda otambek akam. Qadri baland, mehribon akam. İshonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'g'it berguvchi. Akalikda otambek akam. Yerda o'tirib soyamga joy to'shagan akam. Allohimni nazari tushgan akalarni naqshisiz akam. Menga bag'rin ochib ko'rishgan. Mingta do'stdan yaxshisiz akam. Agar hayotingda jon kuyaring, suyanchig'ing bo'lsa, muvaffaqiyatlaringga erishdim deb hisoblasang bo'lar ekan. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam. Qadri baland, mehribon akam. Ishonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'g'it berguvchi. Akalikda otambek akam. Qadri baland, mehribon akam. Ishonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'g'it berguvchi. Akalikda otambek akam. Bobur aka, men hammasini bilaman. Lekin qo'lingizdagi mashaqqat izlariga bir umr mehnat qilsam ham loyiq bo'la olmayman. Boya kimdir savol berdi. Bu darajaga yetishimga kim sababchi deb. Bu darajaga onamning duolari va akamning halol mehnati bilan erishdim.